Hammaga salom, YouTube foydalanuvchilari. Sizlar bilan do'stlar Tronpik Crypto kanali. Xo'p, do'stlar qayerda mana Pik saytlarda, ya'ni sarmoyasiz Tron va kriptoda ishlash bo'yicha video tayyorlab bormaslar uchun do'stlar qaranglar mana. Silka opsiyasida turibdi. Birinchi saytim mana Tronpik, Litepik, Dojipik va Telegram kanalim do'stlar. Xo'p. YouTube kanali yangi akalar, opalar. Ko'ryapsizlar, ikkita video qo'yganman mana kecha va undan oldin kunlari. Va aktiv bo'lmayapti. Agar aktiv yaxshi bo'lib tursa, shunday konkurslar qilib, pulli o'yinlar qilib yoki level ko'tarishlarga yana ham tezroq chiqadigan taktikalar chiqarib, balans ko'tarishga bo'ladigan strategiyalar qilib beraman xudo xohlasa sizlarga. Xo'p, hozir sizlarga qilib beradigan strategiyam do'stlar mana koeffitsientlar ko'ryapsizlar, mana bu yangi kanal, mana strategiyalar ko'ryapsizlar, mana Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Shu yerdan o'tib o'zingizlardan o'zingiz to'g'rilab bilmagan narsangizni lichkaga yozib, o'rganib qilsanglar bo'ladi. Xo'p, unda saytga kirib olamiz do'stlar. Bundan oldingi videoda Tron qilgan ko'tardim. O'zini kapchasidan olib ko'targanman va uni ya'ni level ko'targani ishlatganman mana. Xo'p, ko'rib turishlar mumkin. Level ancha yurgizganman men. Xo'p, yangi levelga o'tib, yana 300 ta, 400 ta Tron yurgizdim. Xo'p, qaraymiz. Bu saytda ishlashni biladiganlar bor, bilmaydiganlar. Biladiganlar uchun sabr qilish kutaman, bilmaydiganlarga tushuntirib o'taman. Bu sayt har soatda bepul sizga kriptovalyuta, ya'ni Tronpik tokenni sizga berib boradi. Birinchi kirgan paytingizda sizda mana bu levelda bo'lasiz. Stone levelda bo'lasiz va siz mana 0.05 TRX olasiz va ikkinchisiga ironga o'tasiz mana. Va yana 10 mana bronzada men hozir mana 20 va silver, gold ko'ryapsiz. Va bu o'yinlarga qanday darajalarga qanday chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda mana tepani shundan bossangiz bo'limlar bor. O'zini saytning birinchi bo'limi faktwayt, ya'ni biz turgan bo'lim. Soatiga kapcha olamiz. Ikkinchi bo'limi o'yinlar. Uchinchi bo'lim musobaqa, depozit, pul yechish, sozlamalar, hamkorlik, aloqa va til o'zgartirish. Xo'p, do'stlar, qaranglar mana. Bizga hozir asosiysi mana pul chiqarish va pul kirgizish. Mana pul yechishdan bu yerdan mana minimal 15 tron yechamiz. Tirsa adres, xohlagan kriptovalyutaning kashalogingizdan Binance-mi, Payeer-mi, Turist Wallet-mi, Factwayt Pay farqi yo'q. Xo'p, mana. Va ko'rib turibsizlar mana depozit. Mana bu yerda men depozit qilasizlar. Bu manzil o'zgarmaydi mana. Xohlagan kriptoga sho'rlaysiz. Xo'p, qisqa qilib tushundinglar deb o'ylayman va o'yinlarga o'tamiz. Va tepada ko'rib turishingiz mumkin, mana menda 27% to'lib turibdi mana. Yashil zona. Voy, qarasam. Kirchiga. Xo'p. Qaranglar mana 27% mana. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin mana. 1396 ta menda ko'rib turibsizlar va men 5000 ta bo'lish kerak shu. 5000 ta bo'lsa shu keyingi levelga chiqaman men. Xo'p, buning uchun mana faqat yutasizmi, yutkazasizmi yo'q. Yutasizmi, yutkazasizmi farqi yo'q. Shu yerda sizdan ketgan toshga shu yerda hisoblanadi. Xo'p, qaranglar mana. Hozir mana shu 70 ming mana ko'ryapsizlar, 3 ta kapchadan olingan tosh mana. 3 ta kapcha va o'zini yana 10 ming ichida bor edi qolgan. Xo'p, bu yerda strategiya qilganman men mana. Ko'tarish 2 bundan oldingi videolarni qilganman. Shu strategiyani qanday qilib ko'rishni Telegram kanalida tashlab qo'yganman do'stlar mana. Telegram kanalida bor shu strategiya mana. Chiqsanglar mana bu yerda mana ko'rib chiqsanglar bir chekada mana bu boshqacharoq strategiya. Bu strategiyani tashlab qo'yaman Telegram kanaliga. Shunaqa strategiyalar tashlab turaman. Xo'p. Unda bitta muzikani qo'yib olamiz va sizlar bilan strategiyani ko'ramiz. Yaxshi e'tibor qilinglar mana. Balansim ozligi uchun bu strategiya bir xil bo'ladi, faqat balanssiz ko'tarilgan sari buni ko'tarib boraveramiz do'stlar. Xo'p. O'zini 3 ta kapchaga minimalni sunmayman. Xo'p. Koeffitsientni qanday o'tkazishimiz yaxshi kuzatib turamiz. Amerikaga xohlagan siz yozib keting, konkurslar qilamiz, aktiv ko'taramiz do'stlar. To'g'risi minimalni summada bu bo'lib ketishi qiyin deb o'ylayman, lekin harakat qilyapman. Shu paytgacha strategiyalarimni sanab ko'rib, juda ham ko'p sinayman men. Misol 2 marta o'xshab qolsam mana bo'ladi deb chiqaraman YouTube'ga. Bitta strategiyani qilish uchun men juda ko'p o'yin ko'raman va shuni chiqaraman. Yaxshi strategiyalar do'stlar, hozircha yaxshi ketyapmiz.
Yo'l ko'rishimcha Wi-Fi muqattam bilmayman. Xo'p, qaraydi mana sizga tushuntirib sizlarga. 62 marta aylandi bizni. Xo'p, va bizda 2952 ta tosh olib berdi. Ya'ni men tikkan toshimdan 29 marta, ya'ni 29,5 marta. 29,5 marta ko'p tosh olib keldi. Ya'ni 29 koeffitsient. Xo'p, bir tron tikkanimda hozir bo'lardi shu narsa 29 koeffitsient, 29 tron bo'lardi shu. 29. Mana ko'rishga mumkin. Xo'p, ko'ringlar mana bu meni umumiy foydam. 62 marta aylanyapti. Buni 100 marta, 200 marta, 500 martalar aylanganlari bor. Prosta balansim ozligi uchun men Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Vakansiya sizlarga ko'rsatgan vaqt yo'q. Video cho'zilib ketyapti. YouTube'ga to'g'risida yangi kanalga uchun, unaqa podpiskani yo'qligi uchun videolar chiqmayapti, to'pga chiqmayapti. Menimcha shuni qisqaroq video olishga harakat qildim. Taktikani tushundingiz deb o'ylayman. Taktika Telegram kanalida o'tganmaslarni o'tolinglar, podpis tashlab qo'yinglar do'stlar. Videoga like, komment yozinglar обязательно. Videolarimiz qancha aktiv yaxshi bo'lsa, sizlarga do'stlar strategiyalar yangi va yana har xil konkurslar qilishga va'da beraman. Hammaga omad do'stlar, hech kim yutkazmasin. Iloji boricha men srif bo'lib ketmasligini o'ylayman. Unaqa katta summalar va'da berib sizlarga balansiga srif qilishni xohlamayman do'stlar. Xo'p.